Orif aka, ana chiroyli bola. Yoshlikdan sevishardi, bilasanmi? Faqat bitta maymun hozir boshini aylantirib olgan. Keyin yerga tegib oldi. O'zi meni yaxshi ko'radilar, bechora. Voy! Bo'pti, gaplashamiz o'rta. Sen nima qilyapsan bu yerda? Ishga kirdim, kenayi. Kim ishga oldi deding? Orif aka, Sen nima? meni Nimaga tirjayapsan? urushmoqchimisiz men bilan? Hozir sochingni bittalab yulaman. Yo'q-e. Men yuldirib qo'yadigan qizga o'xshaymanmi? Kal bo'lib chiqib ketmang, sochingizni men ham yulishni bilaman. Kal bo'lishdan qo'rqmayman. Menga qara, iljayma, tirjayma menga. Yo'qol, tort qo'lingni. Hozir shu ishdan bo'shatib yuboraman seni. Yo'qol. Xotiningizni oling, hozir dabdarasini chiqarib qo'yaman. Ishdamiz biza. Ishdamiz. Nima qilyapti bu yerda? Bor. Nima qilyapsan? Siz nima qilyapsiz? Nimaga ishga oldingiz uni? Men olganim yo'q. Kesam ishlayotgan ekan. O'zi kirgan, bilmayman kim olgan. Men eshitdim, telefonda gaplashib